Dunyoviy buyuk iqtisodshunoslar va ularning ta'limotlari nomli kitobdan parcha. Iqtisod ilmining otasi Adam Smith. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube va mushularga o'xshash nurg'un ijtimoiy media vositalarining yordami bilan yer sharining har qanday yerda yuz bergan voqea haqida, masalan, insonlarga texi tonishliq bo'lmagan qabila to'pi va bekek ham g'ayri madaniyat kartinalari bilan qisqa vaqtning ichida ma'lumotga ega bo'lish ham shundaqla kishilarning o'z mabdulligiga ish berayotgan pul va madaniyatga cho'qinish maksimum nuqtaga yetgan zamonimizdagi dunyoning chambaridan chiqib keynimizga qarab boqayli. 18-asrdagi dunyoga ko'z tashlab boqayli. U chaqda butun dunyo bir necha cho'ng imperiyaning changildi bo'lib, sanoat inqilobi maydonga kelgan Yevropa quruqlarida to'van qatlamdagi xalq orasida erkinlik va barobarlik iddiasi yamrab, ham jamiyatlarni o'zgartirish uchun qo'zg'olon va inqiloblar yuz bergani uchun u asr yana oqartish asri deb atalgan edi. Tarixshunoslar 1750-yildan keyin insoniyatning zamonaviy erasi boshlangan deb qarashadi. 1776-yili bugungi dunyoning siyosiy va iqtisodiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatgan ikki shay dunyoga keldi. Uning biri Amerika Qo'shma Shtatlarining qurilishi bo'lsa, yana biri Angliyalik iqtisodshunos Adam Smithning Milliy boylikning ishlab chiqarilishi degan kitobining nashr qilinishi bo'ldi. Smithning Milliy boylikning ishlab chiqarilishi degan bu kitobining to'liq adilishi davlatlarning boyligining mohiyati va sabablari haqida izdinish bo'lib, keyinchi birdak milliy boylikning ishlab chiqarilishi deb ataldi. Bu kitob nashr qilingan o zamonlarda kapitalizm, iqtisod ilmi deganga o'xshash iboralar Buyuk Britaniya so'zliklari qomusiga texnik kirmagan chaqlar bo'lib, shu zamonlarda iqtisodiy faoliyatlar siyosiy ham ijtimoiy ramkaning ichida ko'zilgani uchun u chaqda siyosiy iqtisod degan ibora qo'llaniladi. Ammo Adam Smithning Milliy boylikning ishlab chiqarilishi degan kitobining nashr qilinishi bilan siyosat, falsafa, qonun va axloq qatorliq ilmlardan mustasno holda maxsus iqtisodiy masalalarni o'z oldiga tadqiq qiladigan ilm, iqtisod ilmi borliq keldi. Adam Smithning bu kitobni yozishda qo'llangan metodiya va o'ttirib qo'ygan nazariyasi o'zgacha bo'lib, uning hukmdorlarning do'tligini va jamiyatdagi yuqori qatlam manfaat guruhlarining cherikligini tanqidlashdagi qo'rqimsizligi ayni chog'da uni mashhur shaxsga aylantirgan edi. 1723-yili tug'ilgan Adam Smithning dadasi Shotlandiyaning Kirkaldiya bozorliq tamojna idorasining moliya mas'uli bo'lib, bu kishi Adam Smith tug'ilishidan 6 oy burun o'lib ketgan. Smith 15 yoshga kirganda Glasgow universitetida axloq falsafasi kasbida o'qishga qabul qilingan bo'lib, keyin Oxford universitetida o'qigan. 1751-yili Glasgow universitetining logika fakultetining mudiri bo'lgan. U 1763-yili bu vazifasidan istifa berib, Shotlandiyalik bir oqso'ngakka xususiy o'qituvchi bo'lgan va uning bilan birlikda Yevropani aylangan va shu zamondagi Yevropaning mashhur mutafakkirlaridan Turgut, Xilvatius va Kinay bilan Parijda Walter bilan jannatda ko'rishib, ham suhbatda bo'lgan. U Shotlandiyaga qaytib kelgandan keyin vaqtining ko'p qismini Milliy boylikning ishlab chiqarilishi degan kitobni yozishga sarf qilgan va dadasining izini buzib 1778-yili Edinburgh shahrilik tamojna idorasining boshlig'i bo'lgan. U ömür bo'yi hech o'ylanmagan, alayda deb ketgudek huzurliq hayotni yashamagan. Smith ömrüning oxirgi yillarini kasallik azobi bilan o'tkazgan. Boshqalarning tasvirlashicha Smith ajoyib talantli bo'lgani bilan uning tashqi qiyofati shu qadar ko'rimsiz bo'lib, uning eng ko'p ishlatilgan bir portretida u poltib chiqqan ko'zlari
tonkay tishlari, yo'g'on burni ham do'rday ostinqi kalpuki bo'lishda qiyofat tasvirlangan. Hatto 1766 yili uning bilan ko'rishgan bir fransuz sohibjamol artist Semiz xuddi alvastida ko'rimsiz sarkishi ekan degan ekan. Semitdagi darajadan tashqari talant bilan uning insonlik iskat jihatidagi darajadan tashqari ko'rimsizligi kishilarga o'tni bergan Xudoyim suyni bermabdi degan gapni aslatdi. U 1790 yili qazo qilgan bo'lib, boyligining ko'p qismini xayr-saxovat ishlariga miros qoldirgan. Simit ixtisoshunos bo'lib to'lishdan avval bir faylasufdir. Ya'ni 2,5 asrdan buyon nurg'un kishilarning, olimlarning, ixtisoshunoslarning, korxonchilarning, hokimiyatni idora qilgan ma'murlarning va hatto dunyoning siyosiy va iqtisodiy vaziyatiga ta'sir ko'rsatgan siyosiyonlarning iddialariga, tijorat qarorlari va siyosiy tadbirlarga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan mutafakkur ixtisoshunosdir. Aytilishicha, sovuq munosabatlar urushida demokratik allarning g'alaba qilishida muhim rol o'ynagan Angliyaning ayol bosh ministri, To'mir ayol deb nom olgan Thatcher xonim va Amerika prezidenti Ronald Reagan apandilar Semitning iddiasini qabul qilgan bo'lib, ularning har ikkisi uning milliy boylikning ishlab chiqarilishi degan kitobini yenidan ayrilishmagan. Simit yaşagan o davrda yangi sanoat kapitalizmi bosh ko'tarayotgan chog'lar bo'lib, u shu vaqtdagi iqtisodiy ta'limotlar bilan ba'zi kishilar tarafidan ochko'zlik va shaxsiy manfaatning jorchisi deb ayblangan. Ammo shu o'xshash kishilar Simitning 1759-yilda nashr qildirgan Axloqiy kayfiyat nazariyasi degan kitobida jamiyatlarning shaxsiy manfaatlarini qo'g'lish jarayonida vijdon va boshqalarga hesdoshlik tuyg'usi bo'lishdek axloqiy kuchlarning cheklanishga uchraydiganligi haqida aytgan bayonlarni nazarga ilishmagan. Uning milliy boylikning ishlab chiqarilishi degan kitobi iqtisod ilmi tarixidagi asr bo'lgich dunyoviy asar bo'lib, u bu kitobi bilan shu chaqcha boylik haqidagi har xil qarashlarning ichida hukmron o'rnida turib kelgan savdo a'lochiligi tarafdorlarining qarashlarini bijjit qilib, iqtisodiy analiz va munozaralarning jo'sh urib rivojlanishiga muhim to'p qo'shgan. Iqtisod sohasidagilar musha asar e'lon qilgandan keyin iqtisod ilmi bir mustaqil fan bo'lib ayrilib chiqdi deb qarashadi. Ammo Şamputurga o'xshash ba'zi ixtisoshunoslar Simitni faqatla burunqilarning ham zamondoshlarining iqtisodiy hukmlarini va nazariyalarini yig'ib to'plag'ichi deb qarashadi. Lekin ularning bu qarashlari asossiz emas. Ben yuqorida Simitning Yevropa ziyoratida uning fransuz ixtisoshunoslaridan Turgot va Kinay bilan Fransiyada Yevropa oqartish to'lqinidagi buyuklardan mutafakkir Walter bilan janrali ko'rishganliklarini so'zlab o'tgan edim. Ahvol shunday ekan, Simitning yuqoridagi buyuklarning fikrining ta'siriga uchramosligi mumkin emas. Hech bo'lmadi deganda Simit, mening bu kitobni yezib chiqa olishim, palonchi, pustanchi ixtisoshunoslarning gavdasiga dastlab tura olishimdan deb qo'ygan bo'lsa, yaxshi bo'lar ekan to'q. Lekin mayli qandoqli bo'lmasin, Simit Yevropa quruqligidagi ixtisoshunos mutafakkirlarning iddiasini yig'ib to'plab, betib, ularni sistemlashtirib chiqqan. Hammadan muhimi, uning bayon qilgan qarashlari shu chog'dagi iqtisodiy siyosatlar keltirib chiqargan masalalarga javob topgan. Simit tabiiy fanlarga alohida qiziqqan bo'lib, uningga Newton va Bakonning iddiyalari ta'sir qilgan. Shun u yozgan kitobida tabiat tartibi bilan ijtimoiy tartib, ya'ni yaxshi tashkillangan bir jamiyatning o'rtasida kuchli bog'lanish o'rnini chiqarishgan. U insonlar qurib chiqqan ijtimoiy organlar va ularning faoliyatlari ishlarning tabiiy yurish jarayonini buzibasmi? Ammo qudratli bo'lgan tabiatning qonuniyatlari insonlarning xatoliqlari keltirib chiqargan qiyinchiliklarni yengib ketalaydi deb qaragan. Iqtisod ilmining otasi degan shuhrat bilan sharaflantirilgan Adam Simitning ideyasi ham hayotiy kuchga ega bo'lib, uning asosiy ta'limotlari tuvandikladan iborat. Har bir davlatning siyosiy iqtisodining yetmoqchi bo'lgan maqsadi uning boy ham kuchli davlatga aylanishidir. Undaqda davlatlar bu maqsadga qanday yetadi? Ya'ni qanday qilib ham boy ham qudratli bo'la oladi? Simit bu haqda mundaq oddiy bir reseptni yozib chiqqan. Mazkur davlatning fuqarolari yaxshi omonat qo'yuvchilardan, ya'ni pul yiquvchilardan bo'lishi kerak. Tirishchanlik emas, iqtisodchanlik
kapitalning ishdagi asosiy sabab. Israfxo'r kishilar jamoatning dushmani bo'lsa, tejashli kishilar jamoatga foyda yetkazgan kishilardandir. Tejashli kishilarning omonat qo'ygan pullari ishlab chiqarishga ishlatilsa, tabiiyki, u holda xizmat topadigan odamlarmi ko'payadi. Omonatning mablag' qilib silinishi va buning kishilarga xizmat prosesi yaratilganligi deyilsa, Smit yashagan davrda davlatlarning qanday boy bo'lganligi masalasi to'g'riliq o'tirg'i chiqqan iddialardagi asosiy o'rinda emas edi. O chaqda bir davlatning iqtisod yetmoqchi bo'lgan nishoni haqida asosiy o'rinda turadigan ta'limot savdo a'lochiligi tarafdorlarining qarshi bo'lib, bu iqimliklar yoki urush yoki savdoning vositasi bilan oltin, kumush va boshqa qimmatli metallarni to'plasak, davlat boy bo'ladi deb qaraydi. Ammo Smitning bu haqga qarshi o'ttir qatlam sinfning iddisini aks ettiradigan nisbatan mo'tadil qarash bo'lib, tejashli bo'lish, tirishchan bo'lish ham ortiq o'ziga munosabatsiz ish bilan mashg'ul bo'lmay, faqat o'zining ishi bilanla bo'lishni tashabbus qilgan bo'lib, bu u e'tiqod qiladigan diniy mazhab protestantlarning axloq prinsiplaridan kelgan edi. Smit bir davlatning ishlab chiqargan mahsulotlarining umumiy qiymatini yerdan qilgan ijara, amgakdan qilgan ish haqqi va ishlab chiqarishda ishlatilgan moddiy ashyolardan keladigan foydadan iborat 3 narsadan tarkib topgan deb ko'rsatgan. Smitning davlatlarning boy bo'lish sabablari to'g'risidagi qarashlari bilan savdo a'lochiligi tarafdorlarining qarashlari o'rtasida muayyan o'xshashlikmi bor. Ularga o'xshash Smitmi davlatlarning boy bo'lishida savdoni rivojlantirish orqali beyishmi davlatlar minishga bo'ladigan yana bir yo'ldir. Smitning ko'rsatishicha, tarixdagi eng muvaffaqiyatli madaniyatlarning hammasi savdo bilan shug'ullanganlar bo'libmi, dengiz yo'li savdosini qilganlar bo'lib, bu allar savdo qilmaydigan allarga qaraganda har doim boy bo'lgan. Chunki savdo qilgan allar o'zida yo'q bo'lgan xom ashyolarni boshqalardan setib olib, uni zavodlar orqali mahsulotga aylantirishgan, ham boshqa davlatlarga yuqori foyda hisobiga setishgan. Demak, tovar va pul davomli aylanib ham almashtirilib turgan chaqdalar davlatlar boy bo'lishidi. Bozorlarning tijorat uchun ochiq ham erkin bo'lishi g'o'lishning yo'lidir. Smitning qarashicha, xuddi birov pulni yig'ib kapital jug'lashning o'rniga uni hashamatli narsalarga xarjlasa, hamon iqtisodiy vayronchilik duchor bo'ldiganga o'xshash, bir hukmdor davlat xazinasini hashamatli o'rda saroy soldirishga buzib chechivassa yoki hojatsiz urushlarni qo'zg'ab so'ravassa, bu hukmdor va u hokimiyat o'zining yo'lini qo'lgan bo'ladi. Smit imperializm va mustamlikachilikka so'g'ib postiyat tutgan bo'lib, mustamlika ostida yashagan xalqlarga cho'nqir hissaslik bildirgan va kelgusida mustamlika ostida qolgan xalqlarning boy davlatlar bilan aloqa o'rnatish orqali huquq va boylikqa ega bo'lishini umid qilgan. U kuchli davlatlarning boshqa davlatlarni bulang-talang qilishi orqali texmi boy bo'lish iddiasini razil iddia deb qaragan. U boshqa davlatlarning tabiiy boyligini bulang-talang qilib g'oyat boy bo'lish istigining o'rniga davlatlar, ya'ni kuchli davlatlar cho'qim o'zlarining yerlarini ichib, sanoatlarini taraqqiy qildirishi hamda savdo orqali ishinchi mahsulotlarni boshqalarga setib, ulardan yuqori qimmat yarata oladigan xom materiallarni setib olish kerak degan iddiani ilgari surgan. Qimmatni nima belgilaydi masalasida Smit mahsulotning qimmatini uni ishlab chiqarish uchun singdirgan amgak belgilaydi deb qaragan. Uningcha bu mahsulotni ishlab chiqaruvchi uni setib oluvchining bu mahsulotni ishlab chiqarish ketadigan vaqtini tejab beradi. Dal shundaq amgak bir narsaning qimmatini belgilaydi. Smitning qarashicha, mahsulotga singdirgan amgakning mevasining hammasi amgakchi tava bo'lmaydi. Ko'pincha vaqtda bu mevadan amgakchiga xizmat bergan odamni o'rtaq bahramon bo'ladi. Karl Marxning qarashining aksicha, mahsulotning ishlab chiqarilishda hech qanday amgak singdirmagan xo'jayinning amgakchi yaratgan ne'matdan bahramon bo'lishi yo'lliq bo'lib, mubodo bu kishi amgakchini xizmat bilan ta'minlamasa, amgakchi uchun jinni boqadigan xizmat va buningdan kelgan maosh nada turibdi? Menimcha, Smitning bu qarashi aqlga muvofiq. Smit o'zining kitobining bosh qismini amgak haqida to'xtalish bilan boshlagan bo'lib, u bir davlatning boy bo'lishida uning amgakchilarining mahoratli, malikligi va aql farosatini yaxshi qo'llanishini bilishidan sirt yana amgak bilan unumli mashg'ul bo'la oladigan nopostning nisbatini muhim deb ishongan. U boy davlatlarda nurg'un kishilar ishlamasimi, jamiyatning kishilarning ehtiyojini keng kushadi holda qondira oladiganligiga diqqat qilgan. Bundaq bo'lishiga tub sabab boy davlatlardagi ish taqsimoti nomrod davlatlardagi ish taqsimotiga qaraganda yuksak bo'lib,
kishilarning o'z qobiliyatiga yarasha ma'lum kasbda mahsuslashishi ularning xizmat unumdorligini ko'p oshirgan. Smit kasblashishning jamiyatga olib kelgan foydasini bunday xulosalaydi. Kasblish orqali har bir shaxs o'z kasb doirasida mutaxassis, ya'ni usta bo'ladi. Shuning bilan texim ko'p ish tamomlanish bilan birlikda ularning ilmining sifati yuqori ko'tarildi. Bir yaxshi idora qilingan jamiyatda ish taqsimoti jamiyatga bir xil universal bayoshatchilikni olib kelib, hatto eng tuvan saviyadagi ishchining moddiy ehtiyojini qamday oladi. Milliy boylikning ishlab chiqarilishi degan kitobida Smit kishilarning shaxsiy manfaatini qo'g'lashning qarayli chog'liq. Chunki hamma odam o'zining shaxsiy manfaatini qo'g'lashsa, uning jamiyatga nisbatan umumiy ta'siri musbat bo'ladi deb yozgan. Uning qarashicha, erkin bozordagi ko'rinmas qo'l shaxslarning shaxsiy manfaatini qo'llashi, ya'ni o'z ko'mchiga cho'g' tortishdek qilmishlari oxirgi hisobda butun jamiyatga ko'tarilishi olib keldi. Bu hargizmi kishilarning ochko'z bo'lishini yoki haqsiz yo'sinda harakat olib berishni qo'llaganlik emas. Aksincha, bir odamning o'zi va oilasi uchun samimiylik bilan ko'rsatgan tirishchanliklari natijasida jamiyatdagi boyliklar eng yaxshi holatda ishlatildi. Bu xil prinsip bo'yicha harakat qilib borgan jamiyatlar tabiiy holda o'zidagi boyliklardan eng unumli holda foydalana oladigan bo'lib, bu xil harakatning uzun muddatli davomlashi natijasida bu jamiyat gullanib, ro'naq topadi. Smit o'lib ketganga 2,5 asr vaqt bo'laydi qolgan bo'lsa-mu, ammo uning nurg'un iqtisodiy ideyalarining ichida buni idealay hamma kishilarning esida qoladi. Agar kishilarning o'z ko'mchiga cho'g' tortish, ya'ni o'z manfaatini ustun ko'rishiga yo'l qo'yilsa, bu ahvol butun jamiyatga eng yuksak naf olib keladi. Uning bu so'zlarini uyg'urchalashtirib tushuntirishga to'g'ri kelsa, uni bunday aytish mumkin. Kishilar Qodir Navoiyni nonni mazlik yaqqanligi uchun maqtashidi. Sadir qassobni qo'li ta'mli qassob deb ta'riflashidi. Aypasha xonimni sifatli kiyim tikdi deb tilga ilishidi. Ammo bu uch hunarvanning o'z kasblarida yaxshi bo'lishlari ularning shaxsiy manfaatlarini qo'g'lashganligi sababli ekanliklarini o'ylab yetishmaydi. Xaridorlarning nazarida yuqoridagi uch hunarvanning hammasi yaxshi kishilar bo'lib, tunji qitimli xaridor ularning qarorlik xaridoriga aylandi. Chunki Qodir Navoiy nonni tujubila mahorat bilan yaqidi. Sadir qassobning qo'y so'yish mahorati ustun bo'lgani uchun u so'ygan qo'ylarning go'shti pokiz ham ta'mlik. Uning ustiga go'sht sotganda xaridorning gram go'shtga xiyonat qilmaydi. Aypasha xonimning qo'li gul. Uning raqtni o'lchab kesishdan tortib, xaridorning bo'y bastiga yarashtirib kiyim tikidek mahoratini boshqa tikishlar do'ryanmaydi. Sametning tushuntirishicha, bu narvallarning bu qadar yaxshi bo'lishi xaridorlarning manfaati uchun yaxshi bo'lishini o'ylab ketganidan emas, balki o'z ko'mchiga cho'g' tortqindi. Ya'ni qilayotgan ishlarini yaxshi qilib, xaridorlarga yaxshi muomala qilishsa, o'zlarining texim ko'p manfaat ko'rdiganligini bilganligidandir. Neni mazalik xaridorga ochiq yo'riq Qodir Navoiyni xaridorlar yaxshi odam deb qarashidi va boshqa Navoiylarning neni ilishning o'rniga kunda Qodir Navoiyning do'koniga o'ygiraydi. Shundaq ekan, Qodir Navoiy pulni ko'p topmay, og'zi buzoq maymun chiroy Xo'ja Navoiy pulni ko'p topatdimi? Chaç saqallarini ham ko'ynikining yaqisini har doim pokiz tutadigan, go'shtni tutishdan burun qo'lni yuvib, pulni olgandan keyin qo'lni yuvib, xaridorga go'shtning degan yerdan kesib beradigan Sadir qassobdimi xaridorlar yaxshi qassob deyishidi. Va u so'ygan qo'ylarning go'shtlari kanarga isilib bo'lguncha setilib bo'ldi. Shundaq ekan, Sadir qassob pulni ko'p topmay, bir qo'yni 4 soat so'ydigan xaridorlarga gap qilib o'tib, odamning ko'nglini ilashtirgidek gilini qeqib yerga tukirib turadigan so'pi qassob pulni ko'p topatdimi? O'zi nozik, ovozlari suzuk, tikishlik mahorat ustun, g'ayvat shikoyatdan yiroq, gap so'zlari muloyim, xaridorga chiroyli muomala qilgan Aypasha xonim xaridorlarning nazarida yaxshi ayol bo'lib, to'y-to'kun, hayit bayram mezgilida uning tikishlik korxonasi xaridorlarga to'liq. Ishqa bes bo'lib ketadi. Shundaq ekan, pulni Aypasha xonim topmay, uning kasblishi xaridor do'kon qadam besib bo'g'icha allakimlarning to'g'magan, iniki kakkalmagan mikina haqida gap boshlab, izlangilik bilan kiyim tikadigan Zulay xonim topatdimi amsa? Demak, yuqoridagi yaxshi deb qaralgan uch narvan aqlli kishilardan bo'lib, o'z manfaatiga tushadigan cho'g'ni xaridorlarga yaxshi mulozimat qilish orqali o'zlariga cho'ng qilib tushirishni bilgan. Sametning kishilar o'z manfaatidan chiqish qilib harakat qilsa, jamiyatga naf ilib keladi degan so'zning ma'nosi dal mushu. Ya'ni ko'proq pul topaman degan o'ylik narvan sifatli mulozimat qilganda, uningdan mamnun bo'lgan xaridor uning doimiy xaridoriga aylandi.
Natijada hunarvan yaxshi pul topadi, xaridor sifatli mulozimat yoki mahsulotdan mahramon bo'ladi. Shuni askartish hojatki, bu yerdagi o'z ko'mchiga cho'g' tortish hech nimaga qaramay nafsoniyachilik qilish emas. Balki xaridorga yaxshi bo'lganida o'zining ishlarining texmi yaxshi bo'lishini tunib yetgan aql hunarvanning o'z manfaatiga cho'g' tortishidir. Yana ham dunyoviy buyuk iqtisodshunoslarning ismi tilga ilinganda Adam Smith birinchi bo'lib tilga ilindi. Chunki u Milliy boylikning ishlab chiqarilishi degan kitobda tunji qitim dunyoning iqtisodiy nazariyasi haqida tuvanlikdek iddialarni sistemlik bayon qilgan. Birinchi ko'rinmas qo'l nazariyasi. Smith yashagan u davrda savdo-alochilik iqimi bozor topgan bo'lib, Smith davlatlarning qanday ro'naq topadiganligi haqida iznish orqali savdo-alochilik tarafdorlarining ko'z qarashini rad qilgan. Savdo-alochilik tarafdorlari bir davlatning gullanishi uning boylikni to'plashidan bo'ladi deb qaragan. Ammo bu boylik cheklik bo'lgani uchun davlatlar mahsulotlarini boshqalarga setish orqali boylikni zo'rayta oladi. Ham boshqalarga tamojna beji qo'yish orqali chet elliklarning davlatning boyligini ilib ketishning oldini olg'ili bo'ladi deb qaragan. Adam Smith bir davlatning haqiqiy boyligi bir davlatning ichidagi barliq yer va emgakning har bir yil ichida ishlab chiqargan mahsulot qiymatining yig'indisi bo'lib, bu yig'inning zo'rayishi shu davlatning boyligining oshganligini ko'rsatadi deb ishongan. Smith tabiiy hurlik degan uqumga xeli kirishgan bo'lib, bu kishilarning o'zidagi boyliqlarni, ya'ni vaqtini, pulini, zehnini va amgini boshqalar bilan raqobatlashib turib ishlatishidek erkinligini ko'rsatadi. Uning qarashicha, bu usul bo'yicha kishilar o'ziga eng chong manfaat yetadigan ishni tanlab qiladi ekan. Masalan, xuddi kapital eng chong foyda olib kelgan sohaga oqqandek, har bir xizmatchimi o'z eng ko'p pul topadigan xizmatni nishon qilib turishidi. Bu faoliyatning hech birida hech kimning jamoatning manfaatini chiqish qilib harakat qilgani, ham bu harakatning jamoatga qanchalik foyda olib kelganini bilgisi yo'q. Ularning birla maqsadi o'zlarining erishadigan narsalar, ya'ni kapital silishdan kelgan foydaning cho'ng bo'lishi, tirishchilik yuqori maoshli xizmatga erishish bo'lib, ular shundoq bir ko'rinmas qo'lning yetaklashi bilan o'zlarining harakatlari orqali o'zi hech nishon qilmagan jamoatga foydali natijalarni barliqqa keltirdi. Smith bu orqali talab va ta'minlashning mexanizmi bo'lgan erkin bozorning nazariy asosini qurib chiqqan. U kishilar o'z ko'mchiga cho'g' tortdi deganda, ular hech nimaga qaramasdan o'zining shaxsiy manfaatini qo'g'lashidi demoqchi emas. Balki kishilar o'z ko'mchiga eng cho'g' tortish jarayonida jamoatga naf yetkazdi. Shunga hukumat shaxsiylarning ishlariga aralashib olmay, ularni o'zlarining tuyg'ulari va orzulari bo'yicha ish ko'rishga yo'l qo'yish lozim deb qaraydi. Ya'ni millionlagan hayotlik uchun har soatda erishib tirishayotgan kishilar o'z manfaatlarini yuksaltirish yo'lida muvaffaq qarorlarni chiqarib harakat qilib bag'inida bu boyliqlarning texnik unumli ishlatilishini ilgari surdi. Hukumatning shaxsiylarning manfaatini o'ylab chiqargan qarorlari hargizma millionlagan yakka shaxslarning o'zlarining manfaatlarini qo'g'lishib chiqargan qarorlardek unumli bo'la olmaydigan bo'lib, hukumatning vazifasi davlatni mudofaa qilish, davlatchilikka omonlik va tartibni saqlash hamda yakka shaxslar o'tisini chiqarmaydigan ommaviy muassasalarga mablag' solish bo'lsa kifoya. Mushu ma'noni olganda Adam Smith iqtisod boshqarishda erkinlashtirishni targ'ib qiluvchidir. Smithning ikkinchi qarashi kartellarning razilligi haqida. Smith bozorni erkiga qo'yib atganda ba'zi kuchli shirkatlarning texmi zo'rayib ketishi va monopoliyani shakllantirib, bozorni ostin-ustun qilib, bahoni o'r qo'yib, avomga qiyinchilik tug'dirishni anish qilgan. U mundaq deb yozgan: o'xshash tijoratlarni qiladiganlar bir-biri bilan intayin oz ko'rishadi. Ya'ni ular bir-biri bilan toza chiqib ketishmaydi. Ammo ular bir yerga kelganda ularning suhbatlari avomning manfaatiga ziyonli kelishimlar bilan oxirlashadi. Masalan, hammasi til biriktirib, bahoni yuqori qilishning qo'yg'ishidir. Kartel ma'lum sohada bir necha cho'ng shirkatning birlashib bozorini kontrol qilishi bo'lib, ular ko'pincha hollarda iste'molchilarga zo'r bo'lgan tovarlarni qisish orqali bahoni yuqori ko'tarilib, bozorning erkin yurishiga to'sqinlik qiladi. Smith garchi hukumatning iqtisodga aralashishini tashabbus qilmasmi, ammo erkin raqobatni tizgilashda hukumatning muayyan cheklama xarakterli rol o'ynashini to'g'ri ko'rgan. Chunki bu orqali shirkatlarning o'zaro til biriktirib kartel qurishini to'sig'ili. Yangi qurilgan shirkatlarning kapitalni kartellarni ajizlatilgan sohaga o'tkazsa, bahoni tuvallatgili bo'ldiganligiga ishongan. Smith yana
qul əmgining foydasi ekanligini ko'rib yetgan bo'lib, bu kitobida hur odamning ishlab chiqargan mahsuloti qul qilingan kishilar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotga qaraganda azon to'xtaydi. Chunki qul qilingan kishilar ishlab chiqargan mahsulotga zo'ravonlikning tanlarga singib ketgan bo'ladi deb yozgan. Uning bu so'ziga insoniyat madaniyatiga va insonlikqa dushman bo'lgan yovuz 21 asrda bosh ko'targan yangi zo'ravon kuchlar va yangi fashistlar hech quloq solgani yo'q. Simet bu kitobni yozayotgan chaqlarda u xizmat o'rnidagi yaxshi tashkillanishning har bir ishchining mahsulot miqdorini oshirganligini ko'rgan. Bu ishlab chiqarish unumdorligi deb atalgan. Simetning bu qarashlarining ahamiyati uning bu qarashlarga qandaqdir ajoyib farazlar asosida erishganligi bo'lmasdan, balki amaliy ilib berilayotgan iqtisodiy faoliyatlarni kuzatish asosida kelgan. Simet yengna ishlab chiqarilgan bir zavodning ishlab chiqarish ahvolini kuzatgan. Hech qanday kasbiy mahorati bo'lmagan shogird ishchi bir kunda bir yoki eng ko'p bo'lganda bir necha yengni ishlab chiqara olgan. Ammo yengni ishlab chiqarishda zarur bo'lgan butun vazifani 10 o'xshamagan ishchiga bo'lib berganda, ya'ni biri maxsus simni chiqarib bersa, yana biri uni tuzilsa, yana biri uni kessa, yana biri uni ushlasa degandek. Ya'ni bu 10 ishchining har biri maxsus shu bir ishni qilishga mas'ul bo'lsa, bu 10 kishi bir kunda nurg'un yengni ishlab chiqara olgan. Simetning mo'ljallashicha bu 10 kishi bir kunda 48 ming dona yengni ishlab chiqara oladi. Ya'ni o'tir hisob bilan har bir kishi kuniga 4800 yengni yasagan bo'ladi. Bir odam yengni ishlab chiqarishning hammasini o'zi qilsa, bir kunda bir yengni ishlab chiqarishdan qanday qilib 10 odamning har biri bir xil ishni qilsa, bir kunda har biri 4800 dona yengni ishlab chiqara oladi. Bu darajadagi g'oyat zo'r ishlab chiqarish unumdorligining sababi nima? Simet ishlab chiqarish unumdorligidagi bu g'oyat zo'r ko'tarilishni buni 3 sababga yig'inchoqlagan. Birinchi, bir xil ishni qiladigan kishini hamma ishni qila oladigan kishiga solishtirganda, bir xil ishni qila oladigan kishi vaqtning o'tishiga ergashib shu ishda mahoratli bo'ladi, ya'ni shu kasbning ustisi bo'ladi. Ikkinchi, bir odam bir xil ishni qilish sababidan u mashina yoki uskuna almashtirib yurmaydi, bu ishchilarning vaqtini tejaydi. Uchinchi, yuqoridagi omillar ishchilarning o'zlari qilayotgan ishni texmi unumli bajaradigan mashinalarni loyihalashga ilhomlantirdi. Simetning qarashicha bu xil unumdorlik universal gulinishni barliqqa keltirib, jamiyatning eng tuvan qatlamidagi kishilarga naf yetkazadi. Simet ish taqsimotining ishlab chiqarish unumdorligini oshirgan ilg'or taraflar haqida ko'proq to'xtalgan bo'lsa, ammo u ish taqsimotining salbiy taraflari haqida to'xtalgan bo'lib, Karl Marx Dünyani burjuaziya bilan proletardan iborat bir-biriga qarshi ikki dushman sinfga ayirgan Kapital degan asarda Simetning Milliy boylikning ishlab chiqarilishi degan kitobidan buni abzaslarni tanlab olib, o'z ko'z qarshining to'g'riligini dalillash uchun kesib olgan. Bu xil boshqalarni tushirish qasdida hikoyaning hammasini emas, ammo o'zining g'arziga kerakli tarafini kesib olib, boshqalarga anlatgan usulni razil kishilar hali ham hamma sohada qo'llanib kelmoqda. Shuning bilan o'qib yoki anglab qo'yish bo'ladi xolos. Köp dikkat berishning hojati yo'q. Köp kishilarning aqliy iqtidori tabiiy holda ularning odatdagi faoliyatlari davomida yetiladi. Ömür bo'yi oz sondagi oddiy mashg'ulot bilan shug'ullanan kishilar uchun o'zining aqliy qobiliyatini ishga solish fursati bo'lmaydi. Ular dötlik va nodonlikda chekiga yetadi. Uning o'lik va bir xil o'tadigan turmushi uning olg'a ilgirlash ro'yiga tabiiy holda ziyon yetkazadi. Bu hal hatta ishchi organizmning hayotiy kuchini zaiflashtirdi. Ishchini o'zi o'rgangan qisman ishdan boshqa biror ishga butun zehniy kuchini to'liq va uzoqroq sarf qila olmaydigan qilib qo'ydi. Shunday qilib, uning o'ziga xos kasbidagi mahorati o'zining aqliy, ijtimoiy va harbiy xislatlarini qurban qilish hisobiga kelgan bo'ldi. Lekin har bir madaniyatli sanoat jamiyatida emgakchi kambag'allar, ya'ni keng xalq qamisi muqarrar shunday holat tushib qoladi. Simet xalqarалық erkin savdo haqida fikr yurgizgan. Ya'ni u yengni ishlab chiqarish zavodidagi ishchilarning xizmatidagi kasblashishni xalqaro iqtisodga bog'lab tafakkur qilgan. Ya'ni har qaysi davlatlar o'zlari arzon ishlab chiqara oladigan mahsulotlarni ishlab chiqarishni kasblashsa, buningdan kirgan foyda bilan bir-birining arzon mahsulotlarini sotib olsa, u holda hamma taraf foyda ko'radi. Mubotu davlatlar o'zlarining milliy sanoatni qo'g'dash g'arazida import qilingan mollarga boj qo'ysa, u holda ularning fuqarolari yuqori bahoda mol sotib olishga majbur bo'lib, ularning paravan turmush kechirishiga salbiy ta'sir etadi. Simet erkin bozor tarafdori bo'lib, jamiyatdagi iqtisodiy faoliyatlarning ilib berilishi, ya'ni aylanishida markaziy hokimiyatning chiqargan qarorlariga qaraganda millionlagan shaxslarning chiqargan qarorlari unumli bo'ladi.
Tovarlarning bahası, ya'ni hozir biz mahsulot va mulozimat deb ataydigan iqtisodiy shaylarning bahasi uni ishlab chiqarish uchun ketgan emgak, kapital va yerga bog'liq bo'ldi deb qaragan. Emgak ishchini ish haqi bilan, kapital sog'liqchini foyda bilan, yerni ijaraga beruvchini ijara haqi bilan ta'minlaydi. Tovarni sotib olgan chog'dagi bahoni Smit bozor bahasi deb atagan bo'lib, bu bahoni bozorni mushig'il tovar bilan ta'minlaguvchi bilan mushig'il tovarga bo'lgan talab belgilaydi. Agar tovarning ta'minlash miqdori ko'p bo'lsa, uning bahasi tushadi. Agar uningga bo'lgan talab yuqori bo'lsa, tovarning bahasi oshadi deb tushuntirgan. Ya'ni buni zamonaviy iqtisod tili bilan bir jumlaga mundaq yig'inchoqlash mumkin. Ta'minlash bilan talab tanglashganda tangpong baho shakllanadi. Smit hukumatning erkin bozorga qo'ltiq qilishini yoqtirmasmi, ammo u hukumatning boylikning a'lo shaklda taqsimlanishini kafolatiga qiladigan adil bir tuzumni barpo qilishda hukumatning qudrati yetadiganligini muayyanlashtirgan. Smithning qarashicha, davlatning ichki va tashqi amalligini kafolatga ega qilish, davlat ichida tartib va adolatni turg'izish ham yurgizish ishlarini yakki shaxslar ustiga ola olmaydiganligi uchun hukumatning bularni fuqarolar to'lagan boj puli bilan idora qilish yo'lliq bo'lsa-mi, ammo ba'zi ommaviy aslalarning chiqimini shu aslalarni ko'proq ishlabchilar ko'tarish kerak deb qaragan. Masalan, sifatga solgan yo'llardan kim ko'p mangsa, bexatar sanalgan ko'riklardan kim ko'p o'ssa, shu ko'proq pul to'lish kerak degan. Demak, zamonimizdagi har qaysi yuqori sur'atli yo'llardan o'tganda haq to'lishimiz, ya'ni to'l puli to'lab o'tishimizni buningdan 2,5 asr ilgari yashagan odam Smithga bog'lashga bo'ladi.